Germaniya parlamentida Sharq Turkiston masalasi tonishtirildi. Germaniya Federatsiya parlamentining bugun ochiladigan umumiy yig'inida Sharq Turkistondagi bostirishlar va atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi naschis lagerlar masalasi muzokara qilinadi. Bu Sharq Turkiston masalasining tunji qitim Germaniya parlamentida o'tirib qo'yilishi bo'lib, yig'in Germaniya Yeshillar partiyasi va Xristian Demokratlar partiyasi qatorliq oldingi qatordagi siyosiy partiyalarning ittifoqi bilan o'tkaziladi. Sharq Turkistondagi jazo lagerida 1 yil 3 oydan ortiq tutilgan Qozog'istonlik Uyg'ur ayolning aytganlari yurakni ezdi. Qozog'iston bilan Xitoy orasida tijorat bilan shug'ullanayotgan Gulbahor 2017-yil 22 may kuni savdo ish munosabati bilan bag'anda Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketildi va yig'ilish lageriga qamaladi. Urumchidagi bir lagerga qamalgan Gulbahor 30-40 kishining uzunligi 7 metr, kengligi 3 metrlik kichik bir uyda turganligini, navbat bilan uxlaydiganligini, lagerga kirgandan keyin o'ziga tuhmat chapilinib, hech qanday savol so'roqsiz turmaga qamab qo'yilganligini aytdi. Tashqi siyosat jurnali Osiyo bo'limidagi James Palmer bir yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmini tonishtirayotganda ko'z yoshlarini tutolmadi. Palmer Sharq Turkistonning yaqinqi vaziyatini tonishtirib, men ko'rishgan kishilarning hammasi o'ldirildi dedi. Shvetsiya hukumati chegaralarda yo'l qo'yilgan kimlik va pasport tekshirish belgilamasini yana 3 oy uzatilganligini e'lon qildi. Bosh ministerlik tomonidan e'lon qilingan bayonotda panohlik tilguvchilarni kontrol ostiga olish uchun chegara tekshirishning 2019-yil 11 fevralgacha uzatilganligi ma'lum bo'ldi. Turkiya Xitoy Pokiston iqtisod koridoriga taklif qilindi. Pakistan parlamentining raisi Asad Qaysar Turkiyaning Xitoy Pokiston iqtisod koridoriga qo'shilishi rayondagi barliq davlatlar uchun foydali dedi. Qaysar Pokiston davlat radiosi so'z qilganda, Pokiston Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarga ahamiyat beradi va yangi hukumat bu munosabatni texnik kuchaytirishni xohlaydi dedi.